Başlap anlavatam sizlar. Biz qo'rshawda qoldik, dushman bak kuchlik. O'qimizmi oz qoldi. Takrorlayman, bizga jiddiy havo yordami kerak. Darhol bombardimonchi aeroplanlarni avatinglar. Yo'lni ichinglar. Bir harbiy urushda quruqlikda jang qilayotgan, o'lim bilan ilishayotgan askarlar qiyin ahvolda qolganda havodan yordam chaqirdi. Aeroplanlar keladi. Dushmanning istehkomlarini portlatib tashlaydi va yerdagi askarlarga g'albining yo'lini ochadi. Bu g'albining oltin formulasi hisoblanadi. Ammo 1 minut o'ylab beqing. Agar siz jang maydonida emas, balki uyingizda, yumshoq ko'pingizda yetib, qo'lingizga so'zlash apparatini ilib, "Başlab, bana havo yordami avat, meni qutqoz" deb vaqirsangiz, nima bo'ldi? Başlab sizdan so'raydi. Sening o'rning qayerda? Siz deysiz, "Men uyda yotgandan ichida yetayotgan." Qo'mondan nima deydi? U kuladi yoki g'azablanadi va sizga mundoq deydi: "Sen shu yerda yetaver. Sana yordam kelmaydi. Chunki havo yordami faqat jang maydonida ter va qon to'kayotganlar uchun, yuzi tuproqqa milanganlar uchun keladi. Rahatda yotganlar uchun aeroplan hargizmi qo'zg'almaydi." Qarindishim, bizning bugungi duolarimizning masalasi dal mana shu yerda. Biz Allohning yordamini so'raymiz. Biz mo'jiz kutyapmiz. Ammo biz jang maydonida emas. Biz plan tuzmadik, biz tayyorlik qilmadik, biz ter to'kmadik. Biz faqat uyda yetib, telefonga qarab turib, "Ey Rabbim, bizga davlat va zolimni yo'qot" deyapmiz. Bugungi darsimiz tarixda biz eng ko'p aldashga uchragan, eng xato tushungan bir tema. Duo va plan haqida bo'ladi. Bizning jamiyatda bo'libmi yoshlar orasida ikki xil xatarlik guruhi bor. Balkim sizmi mana mushularning biri bo'lishingiz mumkin. Birinchi xiyolparastlar. Bular duo qilsaqlar bo'ldi, Alloh hammaga qodir. Alloh xolsa biz harakat qilmasaqmi, osmondan nusrat tushib, hamishlar uzgil bo'lib ketadi deydi. Bular kimlar bilamsiz? Bular maktabda bir mavsum darsni anglamay, topshiriqni ishlamay, imtihonga kirishdan bir kun burun "Ey Alloh, menga yordam qil, menga 100 numar ber" deb yig'laydigan o'quvchiga o'xshaydi. Men sizga ochiq aytaman. Bu tavakkul emas. Bu Allohni sinash. Bu adabsizlik. Alloh koinotga sabab natija qonuniyatini o'rnatdi. Siz kim bo'lib ketibsizki, Alloh siz uchun o'z qonuniyatini buzdi? Ikkinchi materialistlar. Bular bo'lsa dal aksicha. Ular duo degan quruq gap, psixikalik tasalli xolos. Faqat kuch, pul, texnika masalani hal qildi deydi. Bular ozg'onlar. Tarixga qarang, Sovet ittifoqidagi u qadar qudratli yadro quroli bor davlat, imperiya bir pay o'qitilmasdan bir kechada yo'qolib ketdi. Amerikadagi darajadan tashqari kuch, dunyoning saqchisi deb atalgan u qadar cho'ng gigant armiya oyiqimi bo'lmagan Afg'onistonlik partizanlarning oldida taslim bo'ldi. Demak, faqat material, ya'ni moddiy kuchli yetarli emas. Kuch yetkili bo'lmaydigan, aql olmaydigan taqdirning o'zgarishlari bor. Haqiqiy izbosar mana bu ikkisining o'ttirisida, ya'ni tamponliqda bo'ladi. Bizga bir vaqtda ichimizni ko'ydiradigan mukammal duo va aqlimizni ishlatadigan mukammal plan bo'lishi kerak. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mashhur bir voqealigini yangi bir ko'z bilan analiz qilib boqaylik. Bir kishi masjidga kelib, "Ey Allohning elchisi, men to'gamga tavakkul qildim, ya'ni to'gamni bog'lamadim" dedi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam noiti keskin javob berdi. "Yo'q, avval to'gangni bog'la, undan keyin Alloh tavakkul qil." To'gini bog'lash plan, tavakkul duo. Agar arg'amchingiz chirik bo'lsa yoki bo'sh bog'lab qo'ysangiz, to'gam yo'qolib ketdi deb Allohga og'irlanmaysiz. Chunki xatolik Allohning taqdirida emas, sizning bo'shanligingizda. Bugungi kunda bizning to'gi bog'lashlarimiz nima? Biz o'tloqda yashamaymiz. Bizning to'gimizmi yo'q? Bizning to'gilarimiz bo'lsa, ravon til o'rganishimiz, har xil ilmlarni, bo'libmi ijtimoiy pallarni puxta egallashimiz, iqtisodda kuchayishimiz, askariy sohada taraqqiy qilishimiz, tashkillanishimiz, siyosiy lobbichilik faoliyatlarini olib berishimiz, bolalarimizni e'tiqodliq va milliy ruhda tarbiyalashimiz. Biz mushularni qilmay turib, ya'ni to'gini ching mustahkam bog'lamay turib qilingan duo inovatsiz chekka o'xshaydi. Keling, islom tarixidagi eng cho'ng, eng hal qilg'uch g'alba Badr jangini qaraylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga qanday tayyorlik qildi? "Men Allohning payg'ambari, mening orqamda farishtalar bor. Men chidirdi, yassammi Alloh dushmanni yo'qotib berdi" deb o'yladimi?
Yo'q, hargiz undaq qilmadi. U bir mukammal generaldek harakat qildi. Birinchidan planlash. Jangdan burun maydonni tekshirdi, suv quduqlarini oldin egallab oldi. Bu bugungi tilda aytganda strategik afzallikni qo'lga keltirdi. Ikkinchi sap tuzish. Askarlarni ratlik tizdi. Kunning yo'linishini, shamolning yo'linishini hisobladi. Uchinchi maslahat. O'zi bilarmanlik qilmadi. Sahobalardan fikr oldi. Hatto bir sahobaning taklifi bilan qo'shinning o'rnini almashtirdi. Mana bularning hammasi yerdagi tirishchanlik edi. Ya'ni to'gini bog'lash bosqichi. Endi hamma ish bitib, planlar tuzilib, ati jang boshlanadi degan kechisichu. Shu chaqda havo yordamining vaqti keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chidirga kirib, tong otquchi yig'lab duo qildi. Allohga shu qadar yolvurdiki, yelkisidagi o'tin yerga tushib ketdi. Uning yolvurishi butunlay boshqacha edi. Ey Alloh, agar bugun bu bir turkum jamoatni halok qilsang, yer yuzida sana ibodat qiladigan odam qolmaydi. Va'dangni amalga oshirgin. Qaranglar, mukammal strategiya qo'shilgan, samimiy qalb bilan qilingan duo. Tang g'alba. Agar Allohning so'yimlik payg'ambar turuqliq shuncha ko'p tayyorlik qilgan bo'lsa, biz kim? Biz nimamizga ishonib tayyorliksiz g'alabani kutamiz? Bu voqea bizga shuni o'rgatadiki, plan sizning qilishga tegishli ishingiz. Duo natijaning barkatini va qo'g'dilishini tilashdir. Plan qushning bir qanoti, duo yana bir qanoti. Bir kam bo'lsa o'qish hargiz muchanmaydi. Balki yerga dub tushadi. Xo'sh, undaqda biz nazariyani tushundik. Undaqda amaliyotda qanday duo qilishimiz kerak? Nurg'un yoshlarning duosi bakli yuzaki. Ey Alloh meni boy qil, Allohim vatanni ozod qil, Allohim meni baxtli qil, Allohim menga chiroyli taqvodor ayol ber, menga jih bola ber. Bu xuddi doktorxonaga berib doktorga meni saqayt deganga o'xshaydi. Doktor sizdan so'raydi, qaysi yering og'riydi, beshingmi, oshqozoningmi? Siz aniq etmasangiz davo topolmaysiz. Bugun biz duoni zamonaviy boshqarish ilmidagi konkret nishon usulda qilishni o'rganamiz. Buning ismi strategiyalik duo. Qur'ondagi Zakariya alayhissalomning duosiga diqqat qiling. U faqat ey Alloh menga bola ber demadi. U o'zining ahvolini, sababini va nishonini aniq bayon qildi. Ahvoli: Rabbim mening so'ngilarim qayerda, men qayerlik yetdi. Talibi: menga o'z dargohingdan bir varis o'g'il bergin. Nishoni: u menga va Yaqub jamoatiga, ya'ni ilmga varislik qilsin. Ko'rdingizmi? Bu bir loyiha edi. Sizmi bugundan boshlab duoni mushundoq o'zgarting. Allohim menga pul ber emas, Allohim men qurmoqchi bo'lgan bunu shirkatga barakat ber. Men bu shirkat orqali 10 Uyg'urni ishga o'rlashtirman va topgan pulimning 20%ni xalqim uchun, dinim uchun sarf qilaman. Allohim meni olim qilgin emas, Allohim mening bunu kitobni yozib bitirishimga zehn, aql, sabr bergin. Vaqtimga barakat ato qilgin. Men mushu kitob orqali yoshlarning engini uyg'otishni niyat qildim. Duoyingiz sizning xizmat planingizning Allohga sunilgan doklati bo'lsin. Siz Allohga: "Ey Rabbim, men sababini qildim, planini tuzdim, endi natijasini, barakatini sening qudratingdan kutaman" deb yuz kelalaydigan bo'ling. Xulosalasak, davlat qurish bir binokorlik. Plan sizning xaritangiz. Duo qurilishga ruxsat elish va binoni yer tevrashdan saqlash tilakingizdir. Sizning qo'lingizda sizma xarita yo'q turib, hukumatdan qurilish ruxsati so'rasangiz bo'lamdi? Mumkin emas. Shunga avval xaritangizni sizing, hayotingizning planini tuzing, ondan sajdaga berib, ko'z yosh to'kib, uningga muhr bisib berishni so'rang. Undaq bo'lsa, bugungi 6-topshiriqingiz. Qo'lingizga qalam eling. Har kuni o'qiydigan odatdagi yodlab olgan duolarni bir chetga qo'yib, bugun 3 dona strategik duo yozing. Bu duolarning sababini yana ham qo'shib yozing. Masalan, ey Rabbim, meni tarixshunos qilgin. Bu duo. Ammo harakat qiling. Men har kuni atdiganda 2 soat tarix kitobi o'qiyman. Bu qog'ozni joynimingizning ostiga qo'yib, har namozdan keyin avval shu harakatni qilmaganligingizni tekshiring. Ya'ni 2 soat kitob o'qidingizmi, o'qimadingizmi? Ondan keyin duo qiling. Unutmang, havo yordami, ya'ni duo faqat yerda jang qiluvchilarga keladi. Siz avval jangga hozirlaning. Undaq bo'lsa, ati ko'rishaylik. Ati biz 7-qismda tavba va tozalanish, ya'ni xatoliklardan qanday savoq olamiz degan temada birinchi haftani xulosalaymiz. Alloh planingizga barakat bersin, duolaringizni ijobat qilsin. Inshaalloh ati ko'rishaylik. Allohga omonat.